Seriq qo'lyog'liq. Opturi Petxamel. Ular Ladridilga bormoqchi edi. Qiz buni keyin esiga oldi. Ular 6 kishi bo'lib, 3 qiz, 3 o'g'il edi. Qo'llariga qog'oz xaltiq o'ralgan sandvich va aroq ko'tarishgan holda 34-ko'chadagi ko'na bosh bekatdan avtobusga o'tirdi. Ular Nyu-Yorkning sovuqidan yiroqlashga ergishib, oltin ranglik dengiz sohili va dengiz to'lqinlarini xiyol qilishdi. Vingo boshchilar avtobusda edi. Avtobus Jerseydan o'tib Filiga kirganda, ular Vingoning medirsidir qilmasdan o'tirishiga diqqat qilishga boshladi. Vingo bu 6 yoshning oldida o'tiradi. Uning to'p tarat yuzi uning qancha yosh kirganini yushirib turadi. Ushsa kiyib olgan oddiy qo'ng'ir rangli kostyum burlkisi uningga yarashmagan edi. Vingoning barmoqlari tamakisidan sarg'ayib ketgan bo'lib, u doimli qalpukini ich tarafdan tishlab qo'yadi. U cho'nqur jimjitlik g'arq bo'lgan edi. Yerim kecha. Washingtonning sirtidagi bir joy. Avtobus Howard Johnson zanjirsimon mehmonxonasiga kelib to'xtadi. Vingodan boshqa hammalar avtobusdan tushdi. U o'rindiqda medir-sidir qilmasdan qolib qoldi. Yoshlar u to'g'riliq o'ylashga, uning hayotini tasavvur qilishga boshladi. Balkim u bir dengiz kapitani bo'lishi mumkin. Balkim u ayolini tashib o'tib boshqa yoqqa mangan. Uyiga qaytsa, qari askar bo'lib qoladigan kishi bo'lishi mumkin. Yoshlar avtobus qaytib chiqqandan keyin qizlardan biri uning yanida o'tirib, o'zini uningga tanishtirdi. Biz Floridaga ketyapmiz. Siz mi o'sha Iroqqa ketyapsiz? Qiz bu so'zlarni xushallik bilan aytdi. Bilmayman. Men Floridaga berib baxman. Anglashimcha go'zal joymish. Shundoq. Vingo kallasi kirib olgan bir ishni unutib ketmoqchi bo'lgandek tezda javob berdi. Siz Floridada yashamsiz? Men Floridaning Jacksonville degan yerda dengiz armiyasida ma'lum mezgil turgan. Aroq ichamsiz? Vingo kulimsirganicha botulkini ilib, Kiyan diyoridan liq bir yutum ichdi. Ondan qizga rahmat aytib, o'z ichmishligiga g'arq bo'ldi. U birozdan keyin mugdash kuchishibdi, qiz boshqalarning yoniga ketdi. Atigini ular uyg'onib, o'zini boshqa bir Howard Johnson mehmonxonasida ko'rdi. Qizchaq ching turib olg'achqa, bu qatam Vingo mehmonxonaga kirdi. Vingo bakmi xijilchan ko'rinadi. Yoshlar dengiz sohilida uxlash to'g'risida parang'i tushganda, u qora qahva buyurdi. Bir aramliq ilkida tamoq chekdi. Ular atigini avtobusga qaytishdi. Qizchaq yana Vingoning yanında o'tirdi. Biroz o'tgandan keyin Vingo azob va ishkilnish ilkida o'z hikoyasini asta so'zlashga boshladi. U o'tgan 4 yilda Nyu-York turmida yotgan bo'lib, mana endi uyiga qarab ketayotgan edi. 4 yil? Nima jinoyat o'tkazgan edingiz? O muhim emas. Vingo to'lim asti so'zlaydi. Jinoyat o'tkazdim. Turmaga kirdim. Ular menga jinoyatni o'z vaqtida o'tkazishni bilmasang, jinoyatga yaqin kelmagan deyishdi. Aytqin to'g'ri. Ayolingiz bormi? Bilmayman. Bilmaysiz? Ayolim xat yozalaydigan vaqtlarimda uningga Marta, agar men bilan uy tutishni xohlamasang, buni to'g'ri tushunaman deb yozdim. Uningga
Uzoq muddat yanında bo'lolmayman. Navoda bardoshlik berolmasam, balalar to'la so'rab beshingni o'choq qilib etsa, bu hol seni bakli tugashtiradigan bo'lsa, meni unutib ketib, boshqa erga tegsang bo'ldi dedim. U bakmi qaltis ayol. Rastlı shundoq. Meni unutib ketgan dedim. Uningga men xat yozish majburiyatining yo'qligini aytdim. U menga xat yozmadi. Xat yozmaganiga 3,5 yil bo'ldi. Siz qandoq bo'lganini bilmay turib uyingiz qaytib mangdingiz, shunaqmi? Shundoq. Dedi u xijil bo'lgan holda. Ha, men oldingi hafta turmadan qo'yib berilganligim aniq bo'lgan chaqda ona xat yozdim. Agar boshqa biri erga tekkan bo'lsa, men buni to'g'ri tushunganligimni. Tegmagan bo'lsa, mening qaytib kelishimni xohlasa, buni menga bildirib qo'yishni aytdim. Biz Jacksonville shahrida yashashdan avval mushu Brownsburgda yashaydik. Brownsburgga kirishingizda bek dangliq, to'lim yo'g'on bir dub daraxti bor. Men uningga agar mening qaytib kelishimni xohlasa, shu dub daraxtiga bir tal seriq qo'lyog'liq esib qo'yishni. Shunaq bo'lganda men yo'lda tushib qilib uyga kirdiganligimni aytdim. Agar meni xohlamasa, qo'lyog'liq asmaslikni. Bundaq bo'lganda men Brownsburgda tushib qolmasdan o'tib ketadiganligimni aytdim. Voy xudoyim, ey, mana shuni ko'ring. Qiz ahvolni boshqalarga aytdi. Ularning hammasi tezda bu ishga kirishib ketdi. Avtobus Brownsburg degan yurtga kirganda, ular Vingo o'zlari ko'rsatgan ayolining va 3 bolasining rasmini ko'rib o'tadi. Ayol yiqimliq, oddiygina ayol edi. Bolalarning rasmi to'la tutib berganlikdan ko'nrab titilib ketgan edi. Avtobusning Brownsburgga kirishiga 20 mil qoldi. Yoshlar o'ng tarafdagi deraza yenidagi o'rindiqlarga yig'ilib olib, yo'g'on dub daraxining ko'rinishini kutib o'ldirishdi. Vingo derazadan ko'zini uzib, yillardan beri ishlatgan jinoyatchilar maskasi bilan yuzini o'rdi. Bu hol yo'qliq. Yo'q bo'lgan yillar. Ayolining oddiy yuzi. Noshtalık üstüledeki kütülmegen xat. Balalarning hayronligi. Yolg'izlikdagi tümür şadıla. Tosatdan yoshlarning hammasi o'rindiqlardan chochirg'ancha turishib, vaqirishib, chiqirishib ketdi. Usul harakatlarini chiqirishib, g'alba xo'shalligida mushlarini tugib pul oltishdi. Vingo bo'lsa jimjit edi. Behush bo'lgandek o'ltiradi. U dub daraxtga qaradi. Daraxt seriq qo'lyog'liqlar bilan qoplanib ketgan edi. 20, 30, balki 100 larcha qo'lyog'liq. Dub daraxti kutib bilish bayrog'iga o'xshash shamolda lapangshiydi. Avtobusning o'tishi bilan daraxtdagi qo'lyog'liqlar qaltis holat chiqarib pulangshidi. Sobiq jinoyatchi o'rnidan asta turdi. O'zini ching tutib olib, uyiga qaytish uchun avtobusning oldiga qarab mangdi. Inglizchadan Hikmatyar Ibrohim tarjima qilgan.